Men turmush o'rtog'i yo'q ayollar bilan muloqot qiladigan ekspertman. Ehtiros bilan yondoshadigan munosabatlarimiz sevgi bo'ladi. Muhabbat u boshqaroq tushuncha, sevgidan teparoq tushunchada. Maftun, siz ostikiga umuman onalik qilib qo'ygan joyingiz yo'q-da? Vaqti kelganda aytaman. Mani yo'q deb qabul qilib, senga komfortni bo'lsa bo'ldi. Murchani uchun ham turmush o'rtog'im yo'q. Shu jirkanish bosqichi kelganda hamma narsa tugadi deb o'ylash kerak emas. Mana shu bosqichda o'zi hamma oldidagi juftini alishtirib yuborgisi keladi. Million o'zbek ayollar xiyonat kechirib qo'ysanglar-chi. Erkakka bechora o'rtog'im eri uribdi, davay olsa unda Ayollar klubida siz ham shaxsiy brendingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, unda hamkorlikda biz bilan ishlang. Buning uchun esa mana bu raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Barchaga assalomu alaykum azizlar. Bu ayollar klubi va bugun siz sevgan son bo'ladi. Juda ham ko'pchilik turmush o'rtog'ini bir umr sevib yashaydi. O'rtoqlar, yana kerakli mavzu ko'tardik. Izlandim, qaradim, uyimga qaradim, atrofimga qaradim va tushundimki, juda ham ko'p ayollar emotsional va umuman butunlay o'zini eriga bog'lanib yashar ekan. Va hattoki asosiy maqsadini bu dunyoda shu eriga yoqish, eri uni sevishi deb qo'yar ekan. Bunda o'ylab qarasam, men haqiqatan o'zim ham qachonki sevimli bo'lsam, meni sevishsa boshqacha vibratsiyalarda yashayman, boshqacha kayfiyatda yashayman. Lekin turmush o'rtog'im bilan urushib qolsam, kayfiyatim tushadi, hech narsa qilgim kelmay qoladi, qo'lim hech narsaga bormaydi. Umumiy qilib aytganda, sevgi bu meni juda ham katta dopaminim, sevgi bu meni katta baxtim. Qachonki men urushmaganman, sevimliman, atnosheniyamiz yaxshi, kayfiyatim yaxshi va men ish qila olmayman. Qachonki urushib qoldikda ish qila olmayman, boshqasini qilgim keladi. Tarki dunyo olib ketaman. Dunyo qorong'u, prosta yig'lagim keladi. O'shaning uchun o'ylaymanki, bugungi ko'rsatuvimizni turmush o'rtog'imizga yoqish. Turmush o'rtog'imizga yoqish haqida bahslaymiz. Kelinglar, shu haqida gaplashamiz. O'zi qanaqa bo'lishimiz kerak, nima qilsa yoqamiz va avvalambor nimadan boshlaymiz? Tanishtiramiz hammani. Bizani doimiy deyarli psixologimiz Muxtasar Nazarova, oliy toifadagi psixolog. Men har doim aytaman, Muxtasar opa meni hayotimda qanaqa rol o'ynaydilar? Men ularni shunaqa inson deb bilaman. Maftuna, xohlagan savolingizga javob bera oladigan inson deb bilaman. O'shanga mazza qilaman to'g'risi. Nima vaziyat bermay, to'g'ri tushuntira oladilar. Bu vaziyat shuning uchun bo'ldi, chunki shunaqa. Boshida men qo'rqardim siz tomonidan haqiqatlarni eshitishga, o'zimga nisbatan o'sha jim o'tirardim ko'rishganimizda. Hozir xudoga shukr ancha qo'rqmaydigan bo'ldim. Hamma vaziyatimni ayta olaman va Muxtasar opa aytadilar, ayblarimni ham tan olib, qayerda to'g'ri qolman, qayerda noto'g'ri qolman. Yashash ancha osonroq bo'ldi. Kamroq yig'layapman. Chunki zo'r. Va albatta bizning business woman, hammanglar taniysizlar, Nazokat 79 bizani O'zbekistonda deyarli 10 tadan ortiq massaj sentr filiallari bor. Germaniyada bu mahsulot ishlab chiqariladi. O'sha mahsulotning O'zbekistondagi ambasadori hisoblanadilar. Men turmush o'rtog'i yo'q ayollar bilan muloqot qiladigan ekspertman, chunki endi men yolg'iz ayolga kiraman. Nazokat, balki shuncha yil yashadinglar, hammasi yaxshi bo'ldi. Sizni ham tajribangiz bor. Nabarot ko'proq ayta olasiz, ishoning, qanchalik shu ersiz ham dopamin olish, mana shu sizda u ham bo'lgan, bu ham bo'lgan. Bizdan ko'proq ayta olasiz deb o'ylayman. Va masalan, birinchi savol darrov shunday bo'ladiki, sevgi nima o'zi? Hamma uchun. Maftun, sizga sevgi nima? Sevgi men uchun ta'rifsiz. Ta'rifsiz. Mo'jiza. Yashay olasizmi? Ikki insonni bir-biriga shartsiz nimasi deb o'ylayman-da. Bir-birini yoqtirishi. Nazokat opa. Sevgi bu hislar va hirs o'yini. Shunaqa darajasi sevgi bo'ladi. Ya'ni biz hislar bilan, hirs bilan, ya'ni ehtiros bilan yondoshadigan munosabatlarimiz sevgi bo'ladi. Muhabbat u boshqaroq tushuncha, sevgidan teparoq tushuncha deb o'ylayman. Muhabbat u o'tda уже faqat his yoki ehtiros bo'lmaydi o'tda. O'tda уже inson yonida turgan odamni inson sifatida qadrlaydi. Har qaysi holatida qadrlaydi, tushunadi, jahlida ham tushunib tura oladi, ko'na oladi. O'sha paytda sabr qila oladi, normal deb qara oladi. Ya'ni inson har xil holatda bo'lganda ham uni borligi unga yetarli bo'lishi bu muhabbat. Keyin insonlardan uzilib insoniylikdan yuqoriroq tuyg'ularga o'tishi bor, bu ishq endi. Men tushunishim bo'yicha hozir muhabbat, meni hozir bitta patsientim borlar, ular raklar anchadan beri yotibdilar.
ayollik vazifalarni turmush o'rtoqlariga bera olmaydilar, bajara olmaydilar, lekin o'sha даже ruxsat berdilarda, ikkinchi turmush qiling, men roziman, ko'zim ochuvlikda, men roziman deyaptilar. Sandan boshqasini demayman. Shunaqa muhabbat hirssiz mana. Haqiqiy muhabbat bo'lsa kerak, shu hozir sizga aytganingizdan balki bu yerda muhabbat ayol ruxsat bergani. Mana u ham muhabbat, u ham muhabbat. Bu ham bu taraf. Lekin bu muhabbat, bu sevgi nimaga bunchalik ayol zotini boshqaradi degan savolga ko'p javob bergim keladi. Mana ayniqsa pik paytida, o'sha paytda uzilmagunizcha sizni shunaqa boshqaradi bu hissiyot. Chunki biz hissiyotlar bilan anaqa qilamiz, o'shaning shunday. Hozir bu savolga sal keyinroq javob beramiz. Hozir esa so'ramoqchi bo'lgan narsam Muxtasar opa mana aytadi-ku, ana ayollar, xotin, xotini unga ham har xil pozitsiyada bo'lishi kerak deydi. Kimdir aytadiki, masalan, boshqa fanlarga qaraydigan bo'lsangiz, u yerda aytilganki, sen ering uchun hech qachon ona bo'lmasliging kerak, farzand bo'lmasliging kerak, do'st bo'lmasliging kerak, sen uning uchun faqat ayyor bo'lishing kerak deyilgan. Ammo o'yladimki, oldin qayerdadir kichkina qizcha, qayerdadir ona aytilganki, faqatgina kasal bo'lganida sen unga ona bo'lishing mumkin. Nazorim bitta gapim bersangiz, to'g'ri. Bu Jung nazariyasi, siz aytayotgan narsa Junganskiy analizdan aytiladiki, insonni rollari bor, personalari bor, lekin bu rollarni biz hammamiz alishtirib ishlatamiz. Mana bolalarimiz oldida ona roliga o'tamiz, ota-onamiz oldida farzandga o'tamiz, turmush o'rtog'i oldida rafiqa, turmush o'rtog'i oldida jinsiy hayotda ma'shuqa, turmush o'rtog'i suhbatlashish paytida suhbatdosh do'st, turmush o'rtoq bilan hazillash, yumorlashish vaqtida bizani o'sha hazilkashlik, masxarabozlik personasi deydi, shunimiz chiqadi mana. Shular o'ynaydi xolos, lekin bizani onaligimiz erga ishlamasligi kerak. Onaligimizni ota-onamizga ishlamasligi kerak. Bu mumkin emas mana. Biza hech qachon ota-ona bo'lishimiz mumkin emas. Men xato qilibsiz-da, nima bunaqa qilasiz? O'zingiz ham jinnisiz-da. Bular mumkin emas. Ota-onani obsurdasiya qilish, muhokama qilish ichida, ota-onaga aql o'rgatish, ota-onani qadrsizlash, bu narsalar bo'ladi. Bularni qilmanglar deyotganim yo'q, bo'lmaydi. Hammada ham bo'lib o'tadi bu qaysidir davrlarda, lekin mana shu narsalardan chiqib ketishga harakat qilish kerakki odam ma'lum vaqtda bu narsalar qilmasdan ota-onani oldida, "Ha, siz haqsiz, sizniki to'g'ri, shunaqa bo'ptimi, qarangga, mayli, xo'p, mayli" degan pozitsiyada farzandlikka tushiladi. Turmush o'rtog'iga bo'lsa, turmush o'rtog'i oldida ayoli, beka, uyidagi bekasi, farzandlarning onasi, jinsiy hayotda ma'shuqasi, suhbatlashish vaqtida suhbatdoshi, hazillariga hazillashish orqali javob qaytara oladigan hazilkashlik anaqasini ishlatuvchi obrazlarni alishtirib turish kerak. Shu обязанностimiz yo'q, bu hamma shunaqa. Erkaklar ham shunaqa rollarni alishtiradi. Masalan, eringiz sizga hazil qilayotgan jinromsiz, bitta seryoznini yoqsangiz, ikki xil rolda turibsiz-ku, sразу munosabatlar sovishi mumkin-da. Tushundim sizni. Va u sizga hazil pozitsiyasini yoqyapti, persona, masxarabozlik personasini ishlatyapti. Ya'ni maska, personamizga maska deylik. Odam o'sha rolni kiyyapti, siz u rolga boshqa roldan javob qaytaryapsiz. Shu yerda murosasizlik keladi. Masalan, erkak kishi sizga o'shanaqa jinsiy hayot ma'nosida munosabat ko'rsatyapti, siz ma'shuqali emas, onalik yoqyapsiz. Bolalar palon, bolalar pismadon-da. To'g'ri, bolalar shunaqa bo'lishi mumkin. Siz unga o'sha personangiz bilan javob qaytarmaganingiz uchun yana jahli chiqishi bo'ladi odam. Agar personalar bir-biriga mos kelsa, odam mazza qilib yashaydi-da. Sizda emotsional persona, sizning emotsiyalaringizga mosroq, xosroq tursa, yaxshiroq his qilasiz. To'g'ri, har doim mos kelib bo'lmaydi, lekin shuni almashtirib ishlatish normalligini tushunish kerak. Bir xilgilarga shuni almashtirish kerak desangiz, men unaqa rol o'ynamayman. Men borim shu, meni shundoqligimcha qabul qilsin deydi. Hech kim sizni o'zgartirmoqchi emas. Hamma joyda bir xil bo'linmaydi-ku. Hamma joyi o'zining qoidasi bor, personalari bor, alishtirishi bor. Shu. Men shuni ahamiyat berganman. Maftun, siz ostikiga umuman onalik qilib qo'ygan joyingiz yo'q-da, to'g'risi. Ko'p ayollar ona bo'lib qoladi-da, o'zini eriga. Sizni sezganman, unaqa narsa yo'q. O'zingiz shunaqa his qilasizmi, bilasizmi? Chunki oyijon o'zlari nazorat qilib turadi-da. Ona borlar. Hayotlarida ona, ya'ni doimiy ravishda onani o'rni to'liqda, shu uchun.
Ha. qilolmayman ham deding. Tushunarli. Ha. Ya'ni bir xil erkaklar ona Xo'jayinimga nisbatan sezmaganman onalik hissiyotni. hissiyotini sezmaganman, shuning uchun qilmayman. Erkaklar ham turmaysiz. Yo, masalan, gap so'zda asal, uchi qilmaysiz. Yo'q, bo'ladi. Ha, bo'ladi, bir xillar. Ha. Tushunarli. Ya, o'zi mana nima deb o'ylaysiz? Siz mana shunga qanchalik rioya qilasiz? Hazil qilsa, kulib berasiz, jahli chiqayotgan bo'lsa. Kulaman, har doim kulaman. Gapirmasam ham kulib beraman. Ha. Xabari yo'q o'zini kulib berishingizda. O'sha uchun ham rivojlanadi. Ha, doim. Lekin bo'lganmi g'amginsiz, qanaqadir uydan yomon voqea bo'ldi, yomon xabar eshitdingiz, ostiga emotsional holatda kirib kelyapti, siz majbursiz hozir kulib berishga. Bo'lganmi, to'g'risini ayting? Bo'lgan-a? Bo'ladi, hozir ham bo'ladi. Ko'chadan xursand bo'lib keladilar, kayfiyatim yo'q bo'lsa, aytmaslikka, bildirmaslikka harakat qilaman. Chunki u kishini kayfiyatlariga ta'sir qilmasin deymanda, xursand keladilar-ku. Navbat xursand bo'lamanda, keyin vaqti kelganda aytaman. Ha, kutasiz ya'ni. Kutaman. Darrov o'sha payt o'zim muammomni aytmayman-da. Ya, yashab o'tarkanlar-da, uni xursandchiligini ham hammasini. Ko'p sezganman-da. Kutaman. O'sha vaziyat bo'lsa, aytish kerak bo'lgan vaziyat bo'lsa, keyin aytaman. Noto'g'ri o'ylab yurgan ekanman, hatto ham ona bo'lib berish kerak bo'lsa, farzand bo'lib berish kerak, noto'g'ri o'ylagan ekanmiz. O'zi hamma shunaqa o'ylagani uchun erkaklar zaiflashadi-da. Chunki qarang, siz onalik qilib, men ham qilganman-da bu ish, bu katta xatoni. Biz onalik qilgan, g'amxo'rlik qil, u qil, bunaqa ber, bor-ku, uni hojatini baror qilaverish, o'sha paytda unga hamma qulaylikni yarataverish erkak kishiga. Bu sizni nima deydi, men haqimda o'ylamasan ham bo'laveradi. Men o'ch olayman, meni yo'q deb qabul qilaver. Senga komfortli bo'lsa bo'ldi, men senga qulaylashaman. Shaxs sifatida men mavjud emasman deganingizda, natijada erkak kishi uchun ayoli, xotini bir shaxsga yondashish kerak, uni holatiga qiziqish kerak, unga nimadir qilib berish kerak, uni oldida javobgarliklari bor degan narsa o'chishni boshlaydi. U faqat потребитель bo'ladi ayoliga nisbatan, foydalanuvchi, beruvchi emas. Shunga aylanib qoladi. Ro'zg'or qilayotganini, xolodilnikni to'ldirayotganini, boshqa narsalarni qilayotganim deb hisoblaydi-da. Shaxsiyatini o'chirib boradi. Va natijada ayol ertaga jahlini ko'rsatsa, xafaligini ko'rsatsa, kasalligini ko'rsatsa, bu muammo menga tegishli emas, o'zing hal qil deyish boshlaydi yoki reaksiya beradi. Ya'ni biz oldimizdagi odam bizga qanchalik juda qulay bo'lib bersa, biz uni shaxs sifatida unutamiz. Ya'ni shaxs sifatida degani shaxs bo'lgandan keyin, odam bo'lgandan keyin uni jahli bor, chegarasi bor, yoqadigan narsasi, yoqmaydigan, kasal bo'lishi bor, robot emas-ku. 24/7 bir xilda turmaydi-ku. Injiqliklari bor, ehtiyojlari bor, unga pul ketadi, xarajat qilish kerak. Agar bu har doim ham qulay bo'la olmaydi odam. Bu qulay bo'lmoqchi bo'lgan ayolchi mana shularni hammasini o'chirsam men yoqaman deb o'ylaydi-da. Va hammasini o'chiradi ham. Natijada u qulay bo'ladi, lekin o'zini shaxsiyati o'ladi. Shaxsiyati o'lgan odam robot, u hech kimga qiziq emas. Ne только eriga, bolasiga ham qiziq emas. Bunaqa ayollar faqat tashlab ketirishga loyiq. Tushunyapsizmi? Kechirasiz, ona pozitsiyasida ham bunaqa o'zini o'chirib qo'yish, bola 2 yoshga to'lguncha xolos. Bola o'zini eplashni boshlagandan keyin, nutqi chiqqandan keyin, xohlagan narsasini aytishni boshlagandan keyin, где-то biz yana 4-6 maktab yoshigacha biz uni yonida turamiz, keyin sekin bolaga mustaqillikni beramiz. O'zini tikuvchilik даже bolaga ruxsat, ona tomonidan ruxsat yo'q. To'liq. Lekin o'sha 2 yashar bolaga qilinadigan munosabatda eriga butun boshli 30 yashar eriga qilinadi-da, o'zini o'chirib. Masalan, ona istimasi chiqyapti, lekin bolani emizadi. Chunki chaqaloq onani mazasi yo'q qusib yotibdi, lekin bolasiga qaraydi, chaqiradi yordamchi bo'lsa. O'sha paytda mumkin-da. Lekin bizda 30 yosh, 35 yosh erga shunaqa qilish o'rganib qolganmiz biz bu narsani. Endi buni biz kimdan ko'rganmiz? Ota-ona buvidodada u paytda shunaqa edi, o'rtacha sharoitlar yoshligimizda shunaqa bo'lgan, xotin bir-birlariga qarashmasi bo'lmasdi. Iloji yo'q, boshqa yo'q, o'zlarini unutib hammasini qilishgan, moddiy ta'minotda qiyinchiliklar bo'lgan. Lekin uje borgan sari unaqa narsa kamayyapti. Bo'ldi, o'zini tikish orqali sevilish yo'q. Endi buni ham buzilishi bolalikdan biz onamizga nimadir ish qilib berganimizda yoqyapmiz, nimadir qilmasak yoqmayapmizmi? Biz shuni o'rganib qolamiz. Keyin mana bilasizmi, qulay bolani ona ko'proq maqtaydi.
sharmanda qilmaganchi baqir chaqir qilmaganchi olib beraman desa mayli degan bola maqtaladi bizada professor bolam aqlli bolam dono bolam bolaga programma ketadi demak qulay bo'lish sevilish qulay bo'lish barobar teng sevilishga shuning uchun har safar qulay bo'lganda maqtaladi seviladi bo'ldi yodlab oldi uni to'g'ri shaxsiyatni o'chishi bu где-то 30 yoshda sizga dahshat bilinadi siz hech kimsizda prям hech kimsiz hech kimga qiziqmas odamsiz keyin gumbira qarz portlaysiz portlashingiz yo ajrashib ketishingiz yo yotag'on kasal bo'lishingiz yoki eng dabdali kelin nominatsiyasi olishingiz bilan chiqadi ancha chidab o'zingiz o'chirganingiz qayerda qoladida bang'illaganingiz qayerda qoladi undan ko'ra bir xilda o'zingizni boringizcha ko'rsatib tursangiz odamlar sizga moslashadi mana shu yoqmaydi mana bunda hozir reaksiya beradi hozir ting'illaydi mayli ting'illasam zato odam odamligi uchun ting'illaydi emotsional mavjud u yo'q bo'lsa unda jim yuraveradi endi bu sabr qilmasin ayol degani emas sabr qilish kerak bo'lgan joylar qani deyilsa o'zingizni resursingiz yetganicha sabr qilish kerak hayotdagi qiyinchiliklar moslashadi resursingiz bu sog'lig'ingiz kayfiyatingiz kuchingiz quvvatingiz nimangiz bo'lsa yetganicha qilasiz yetmay qolgan joyda insonmiz reaksiya beramiz man buni ko'tarolmayapman или mani kayfiyatim buzildi mani qornim ochdi mana bu narsadan man xafa bo'ldim deya olish kerak agar inson o'zida ketayotgan holatni tashqariga aytmasa resursi tugaganda ham bu ko'taradi bu qilish kerak bunga normal deydida keyin hamma agarda siz men bilan yoki bugungi mutaxassislar bilan jonli ko'rishmoqchi bo'lsangiz bizning nonushtamizga yoziling quyidagi raqamlarga telefon qilib qaysi kuni qaysi mutaxassis bilan nonushta uyushtirilganini bilib oling ko'p ko'rganman er xotinni bir biriga qadri kamayib ketadi orada Maftun mana to'g'risini aytadigan bo'lsangiz mana necha yil yashadinglar birga 8 yil ichida qaysidir yilida bir biringlarga nisbatan qadringlar pasayganini sezganmisiz yo'q pasaymabdi pasaygan o'zgarmagan siz har doim qadrlisiz kutasiz hada 45 yildan beri yashayotgan ota-onamni qiyos qiladigan bo'lsam oxirgi yillarda judayam bog'lanar ekan er xotin bir-biriga judayam balkim ikki inson qoladi farzandlarni uzatib shunaqami endi qolishmagan man birgaman o'g'lim bilan man birgaman demoqchi bo'lgani mana 45 yil bo'ldi man oldin nima deb o'ylardim bir-biridan bezor bo'lsa kerak odam qanaqa qilib shuncha yil birga yashash mumkin derdim man shuning uchun ham turmush o'rtog'im yo'q shunaqa fikrda bo'lganim uchunda bilmayman qanaqa ishoninglar kuchayverar ekan bir-biriga bo'lgan mehr bir-biriga bo'lgan переживание hozir onam odamlarni xuddi boladek anaqa qiladilar mana buni obedda ichasiz buni unaqada ichasiz hatto odam hali anaqalar qattiq bir-biriga bog'lanib qoladi odam ham shunaqalar onang qani onamsiz вообще shunaqa to'g'ri lekin mana masalan mayli qadr etaylik balki u darajada ketmas ko'p oilalarda saqlanib qolgan va saqlanib qolgan oilada qadr bor joyda baribir er xotin mustahkam bo'ladi deb o'ylaymanda bir birini qadrlab tursa qadrini ko'rsatib tursa lekin mana anaqaga keladigan bo'lsa ehtirosga keladigan bo'lsa ehtiros man o'ylaymanki shunaqa narsaki ximiyada bu bir yonadi bir ketadi ko'pincha turmushdan keyin ozgina muddatdan keyin u darajada ehtiros bo'lmaydi deb o'ylayman ehtirosni nafs deb o'ylayman to'g'ri o'ylayman nafs endi u halol nafsku o'zingizni jinsiy partnyoringizga nisbatan nikohda yoki qattiq sevgida har doim bo'larmikan yo qaytib kelar agar unaqa sevgi bo'lsa u yerda bo'lmaydi u odam jannatda bo'ladi o'zi aslida sevgini bosqichlari bor shu sevgi turli xil bosqichlardan o'tadi munosabatlarda bitta odam bilan davomiy munosabat qurganingizdan keyin munosabatlar bunaqa dinamikada o'ynaydi masalan sevgini boshida o'sha lovillagan bosqichi bor ehtiros bilan gormon bilan bir biringizga gormonalni qaraysiz u yerda ideallashtirgan vaqtingizda uni hamma minuslari plyus ko'rinadi общо desa bu просто sirdilar bo'ladida keyin undan keyingi etap keladi o'sha jirkanish bosqichi bor muhabbatda bu bir biriga to'yinadi odam jinsiy hayotda munosabatlarda har qaysi munosabatda to'yinish hissi bo'ladi to'yingandan keyin qadrsizlash bosqichi boshlanadi bu yerda jirkanish bosqichi odam oldida turgan juftdan jirkanadi u yerda уже hamma minuslarini
anaqa bo'rttirib gapiradi. Apshutsi bu koronavirus bo'lgan, vechna burni oqib yuradi o'zi buni deb gapiradi. O'zi o'ti undoq, bo'ti bundoq, har doim shunaqa bo'lgan deb qadrsizlaveradi va bu yerda yana bitta juda katta elementni eslab qolish kerak. Kimlardir shu bosqichda bo'lsa aytib qo'yish kerak. Mana shu paytda agar kimdir sizga yo'q unaqa dema, ering yaxshi yoki unaqa dema, xotining yaxshi desa asabingiz buziladida. Siz atrofingizdagilarni juftingizni rasvoligiga ishontirishga harakat qilasiz. Ko'pchilikni Shunaqa harakat qilasiz, ishontirgani. Ular ishonmagan sari siz ko'proq kurashasiz. O'shaning uchun qizingiz uyiga yig'lab kelsa, xato qilgan ekanman maslahat berganda. Maqtab o'tirardim yo'q, yerlarimni. qilish kerak emas. O'sha yig'lab kelsa qizlar yoki o'rtoqlaringiz o'sha payt faqat uni qo'llab-quvvatlab turish kerak, maza qilib nolib olsin. Chunki uni maqsadi juftini sizga isbotlab berishdi. Isbotini to'pi shunchalik va qara deb qabul qilib oldi. O'ziga kelib emotsiyasini bo'shatgandan keyin uni kayfiyatini ko'taruvchi suv, choymi, shirinlikmi, hazilmi qilib turib, undan keyin endi ham shunaqa deb o'ylaysan, balki mana bunaqadir, balki bunaqadir deb yangi sog'lom fazaga kelishga qarash kerak. Lekin o'shanda ham noliding-ku, mayli indamadimu, lekin ering o'rtoq yaxshi-da. Endi bolam san shukur qilgin desangiz, u yana lo'villaydi-da. Bizani bir umr shukur qilgin deb. Da, o'sha paytda aslida o'zi aytish kerak-da. Rosa lo'villab, yonib, yig'lab gapirdim. Aslida menda ham bor, lekin bari meni erim yaxshilar deyish kerak. Ya'ni hamma sog'lom odam o'zi keladi qarorga-da. Shunaqa qilsangiz, u o'ziga kelib ketaveradi. Yashab o'tish kerak o'sha payt. Xullas, jirkanish bosqichidan keyin sekin birgalik bosqichi keladi. Chunki o'sha 3-bosqichda hayotga muammo kirib keladi. Aniq, yetishmovchilik, bolalar tarbiyasi, qanaqadir yo'qotishlar-da. Kimdir erini yomonligini isbotlash uchun intervyu ham berib yuboradi. Internetga ham chiqadi, ish qilib bilsin hamma uni yomonligini. Jirkanish bosqichini iloji boricha zararlarsiz o'tkazish uchun yo terapevt yollash kerak, terapevtga borib undan noroziliklarni gapirib chiqarish kerak yoki terapevtga o'zini tutadigan farosatli suhbatdosh tanlash kerak. Xullas kalom va u yerda gaplashib olish foyda bermaydi u paytda, chunki ikkita tarafda ham noroziliklar bor. Undan keyin birgalik bosqichi hammaga keladi. Yo pulda yetishmay qolamiz, yo qanaqadir yo'qotishlar bo'ladi, ishda, lavozimda, yaqinlarda, ota-onada yo'qotish bo'ladi, do'stlarda yo'qotish bo'ladi yoki farzand tarbiyasida muammolar keladi, kasalliklar keladi. O'ldim deganda tug'adi bitta xotinda bir marta. Joningiz og'rigan paytda mana shuna qiyinchiliklarda yoningizda turib bergani uchun yaqinlashish boshlanadi. Yana qayta qadrlash. Birgalik keladi. Shunaqa. Ya'ni turib beradi kerakli payt. Sizni Alloh tashlab qo'ymaydi, birga qiladigan nimadir beradi baribir. Siz o'sha muammo ketida tushunib yetishga yoki bo'lmasa bilim ketida, bilimdan ham tinchlik bilan ham erishsa bo'ladi. Обязательно problema bo'lishi shart emas. Qaysidir bilimlar bilan, tajribalar bilan, anglovlar bilan ham bundoq inson bir-biriga yaqinlashadi. Undan keyin ishonch bosqichi bor. Mana shunaqa bosqichlardan o'tib muhabbat insonda takomillashadi. Faqat bitta xato qilmaslik kerakki, shu jirkanish bosqichi kelganda hamma narsa tugadi deb o'ylash kerak emas. Mana shu bosqichda o'zi hamma oldida juftini alishtirib yuborgisi keladi. O'shaning uchun ajrimni tanlaydi. O'ylaydiki, bu tuzalmaydi. Buni bo'lish shu pavon-poko. Endi men bu yerda hozir sog'lom odamlar haqida gapiryapman. Endi bu psixopatiya, narkomaniya, nimadirlar bor paytda mutaxassis yordamisiz bu hozir aytgan bosqichlarim sog'lom o'tmaydi. Ya'ni aytmoqchiman, shuning uchun biza bir sovib, bir isib, mana shunaqa hislarda yashaymiz juftimiz bilan. Hech qachon mana shu qoidani o'zimga yaratganimdan keyin menda juda katta tinchlanish bo'lgan. Muhabbat bu siz yoningizda turgan odam bilan doim ehtirosli munosabatlar, suhbatlashadigan gaplar, bu narsalar emas. Muhabbat bu er-xotinlik degani bu. Bugun yaxshi ko'rib ketasiz. Erta yomon ko'rib ketasiz. Endi o'ldirib qo'ygingiz keladi. Bir kun sog'inasiz, 5-kun shukur qilasiz uni borligiga. Yaxshi bor ekanlar. Bir kun aytasiz, men bunga adashib deganman deysiz, yana bir kun bundoq qaraysiz, agar bu odam bo'lmaganda men hech kim meni tushunmasdi deysiz. Mana shunaqa xilma-xillikda o'tib yashaysiz va mana shu xilma-xillikning ichida o'sasiz, shu xilma-xillikda qolasiz, hayot bo'ladi. Agar bugun yaxshi ko'r, erta yomon ko'rganingizda ketaversangiz, turmush bo'lmaydi va har kuni romantikani, har kuni sevgini, har kuni bir xilda yaxshi kayfiyatda uyg'onishi o'zidan, juftidan talab qilayotgan odam yashamaydi. Unaqa yashab bo'lmaydi. Lekin yana bitta vaziyat bor, ayol kishini juda qattiq sovutib yuboradigan, bu erkak kishini boshqaga nisbatan qiziqishi, xiyonati.
mana ko'p ayollar man masalan o'zimni deyarli barcha qarindoshlarimda ham bo'lgan vaziyat, turmush o'rtog'i xiyonat qilgan, o'shandan keyin o'rtasida tanlov turadi, yashaymi yashamayman u bilan, kechiraymi kechirmayman. Man biladigan vaziyat ko'pchilik xiyonatni kechiradi. To'g'risi, man xiyonatni kechiraman deb chiqqanda menga shuncha tosh otishdi, lekin men bilaman, qo'ysanglarchi, million o'zbek ayollar xiyonat kechiradi, qo'ysanglarchi. Men просто shularni o'rniga haqiqatni gapirib qo'ydim, kechirasizlar. Просто haqiqatda-yu, nimaga bunga ketish kerak? Ko'pchilik ular. Bordir 20% kechirmaganlar. Eng qizig'i lekin ko'proq ular yozdi-da. Chunki kechirgan ayol mana shunaqa bo'luvdi demaydi hech qachon. Bo'lgan vaziyatda, o'sha kechirgan vaziyatda savol shundan iboratki, xiyonat qildi, sen kechirding. Xiyonatni kechirgan ayol o'zini qanaqa tutish kerak? Chunki spontan kechirdim deb turib kechirmaslik bor. Masalan, Nazkida men uzr so'rayman, lekin siz xiyonat ko'rgansiz, biz bilamiz. Keyin menga aytgansizki, men o'sha kechirganimda, o'sha xiyonatdan keyin menga hamma aytgan, kulib tur, unaqa qil, yoqmagan sizga. Mana nima hozir ayta olasiz, что o'sha payt nima xato qilgansiz, balki kechirgandan keyin kechirish kerak edi haqiqatan. Endi qaranglar, to'g'ri aytasiz. Juda ko'p ayollar baribir kechiradi. Kechirmaydi qachon? Yonida yana vergulchalari bo'lsa, qo'shimcha yana o'sha aytganingizdek narkomaniya, spirtnoy, urish, kaltaklash, pulsizlik, yana yonida pluslar bo'lsagina уже chidolmaydi. Lekin oddiygina xiyonatda ko'pchilik oddiygina emas. Endi bu ayol kishi uchun oddiy narsa emas bu o'zi aslida. Qiyin. No, farzandlari bo'lsa, farzandlari uchun va qattiq sevsa kechiradi. Lekin kechirdinglarmi? Esingizdan chiqaringlar, uprekat qilavermanglar. Ha, qayerdan kelyapsiz? Ha, siz точно o'sha bilan siz baribir yuryapsiz. Men bilaman, isterikalar. Chunki men bittasiman-da, shu narsalarni. Kechirdimmi, qabul qildimmi, dalsha yashayapmanmi? Bo'ldi, jim yashashim kerak. Rostdan kechira olganmisiz, yo'qmi? Yo'q, men kechirmaganimda uprekat qilaverganim. Gapirgansiz. Gapiraverishim. Kechirmaganimda. Haqiqatga oz bo'lgani, baribir. Ha, baribir bo'lgan. Keyin o'sha oila parokanda bo'layotgan paytda shu aqlli o'rtoqlar, bilib tursang ham sabr qil, bilib tursang ham anaqa kulib kutib ol, anaqa. Endi menda umuman boshqacha situatsiya bo'lgan, chunki menda qo'shimchalar bo'lgan. Shu aytganimdek, men yomonlashni xohlamayman. Anaqa u odamni ham hozir qanchalik og'riqli, qanchalik mana kechirdim deb turib, o'sha haqiqatdan kechira olish. Uchi sizni podsoznательно emasda, bu ichingizdan chiqadi-da, bu boshqarib bo'lmaydi. O'zingizda kechirdim deb turib, ichingiz, miyangiz, ko'zingiz oldiga o'sha narsa kelaveradi. O'sha ko'rib qolganingmi, SMS-imi, senga birov ko'rsatganimi, birga ko'rganingmi, ko'zingni oldida o'sha turaveradi. Kelib ovqat yeyapti, birga gaplashyapsan, o'rtada o'sha narsa turaveradi. O'sha eringni ko'rging kelmaydi, to'g'rimi? Boshqarish qiyin bu hissiyotni. Nafratingiz bilan sevgingiz barobar bo'lib qoladi. Nafrat o'lib ketgin degan ichingizdagi bab yaxshi ko'raman u degan ichingizdagi что nima bo'ladi hozir ajrashsam degan anaqa antoshta singlim bor-ku, ikkita qiz-ku unaqa. Men o'ylayman o'sha vaziyatda erkak qulog'iga yaxshi urab o'tirish kerak. Yo'q, baribir sen keraksan. Shunaqa ta'minladi. Endi qarang, u paytda psixologlar bilan ishlab turib o'zingizni to'g'rilasangiz bo'ladi, fikrlashingizni o'zgartirsangiz bo'ladi degan narsani men bilmasdim. Menda u narsaga mablag'am yo'q edi. Menga birov, "Hoy, psixologga uchrashib ko'r" demagan. Men 2 yildan birimi bilaman, muxtasari psixologiya hali ham bilmayman nima degan psixologiya, lekin senga maslahat bermaydi, lekin qanaqadir yo'l bilan senga to'g'ri yo'l ko'rsatib, aqlingni ozgina kiritadigan odam bu psixologlar shunaqa kasb borligini bilmaganman. Hozir bilishadi-ku, masalan, to'g'ri bu mablag'. Chalg'ish kerak. Bo'ldi, men tushundim. Chalg'ish kerak maksimal darajada. Sevgan ayol erini xiyonatini bilib tursa, bolaga ham chalg'imaydi. Chalg'olmaydi. Nenormalniy bo'lib qoladi ayollar. Tushunsanmi? Iloyim ko'rmayan, bilmayan bu narsani, nenormalniy, nosog'lom insonga aylanamiz biz, tushunyapsizlarmi? Lekin men aytdim-ku, o'sha turmush o'rtog'imni xolalari mana o'sha olib borganlarida psixolog rus ayol edi. O'sha aytib berdim-ku. O'sha o'zlari olib borganlar. O'sha bitta seans puli qimmat edi. Pulini ham o'zlari to'laganlar, Nodira xolam. O'shanda menga o'sha ayol aytgan: "Sen eringni territoriyasisan, ering seni territoriyasi emas. Seni gapirib berganingga qaraganda eringni yuragi bor. U ayolni sevib qo'ygan. Sen nima qila olasan?" degan. "Seni nima haqqing bor eringni yuragiga
xo'jayinchilik qilishga degan. voz kechib yuborgansizda. Yo'q, voz kechmagan. Xayolan Voz kechmaganman. Uspokоиться qilganman. Uspokоиться. И yana bitta narsa, turmush o'rtog'im bab Keyin meni ko'ngilni ham olishga harakat harakat qilganman. No, men ajrashib ketsak ham turmush o'rtog'im bab qo'ynalari bor edi menda. Yana bitta narsa, ancha yillardan keyin shunaqa situatsiya bo'ldi, что biz ko'rishib qoldik. Menga mashina o'sha paytda ZAKS paytdaligida olingan bitta mashina bor ekan, o'shani sotilayotgan paytda kelishlari kerak edi. Mani ularni nomerlari ham yo'q menda. Katta qizim aloqaga chiqqan, ha, borib qo'l qo'yib beraman deganlar, kelganlar, o'shanda menga nisbatan menda ularga nisbatan ularda menga nisbatan hech qanaqa nafrat yo'q edi. Men уже bilmayman qanaqa odam bo'lib ketganlar, nima bo'lgan bilaman, что oilalari bor ularni. Men даже sam deb ham gapirgim kelmayapti orqalaridan. Oilalari bor, baxtli и nenavist bo'lmadi. Biz o'tirib to o'chirtimiz notariusda kelguncha qizim ham shu yerda edi. Maza qilib suhbatlashdik. Ketayotganda ham san bu juda katta anaqada. Men agar dilingni og'ritgan bo'lsam, bilar bilmas rozi bo'yin mendan deb aytdilar. Qizim yig'lab yubordi o'sha yerda. Hali nafsi uzatilmagan payt. Keyin men ham aytdim, rizolikchilik so'radim. Men ham nima qilgan bo'lsam, chiroyli ketish. Ha, Mardlarcha. ancha yildan keyin-da bu уже. Nima qilgan bo'lsam, men ham jahlda keyin yomon ish qilganman. Mendan ham rozi bo'ling, kechiring meni deb shunaqa qilib xayrlashganmiz biz. Chunki xiyonat ko'rgan ayol juda jahlda bo'ladi va uni miyasi payt ishlab holiga gapirgan. Yo'q, bu ancha yildan keyingi gapni aytyapman, Indira. Ancha yildan keyin. Lekin Nazika opa, shunaqa ayollarimiz borki, xiyonatdan keyin masalan xiyonatdan keyin sразу ajrim bo'ladi va nazlu ishlashni boshlaydi hamma. Indira, Umuman to'g'risini aytaman, bu 360 narsa menda ham bo'lgan. Xiyonatdan keyin qattiq unижениyada, juda qattiq unижениyalarni ko'rganman. Menda ham nazlu ish bo'lgan, Indira. Men bu haqida gapirmayman, nima haqida gapirayotganimni sen bilasan. Menda ham bo'lgan. Просто menda xayrli tomonga bo'ldi bu narsa. Men o'zim yig'ishtirishni bildim. Ya просто sizni ota-onangiz juda qattiq qo'l. Shu rol o'ynagan. Otangiz juda qattiq qo'l. Hozir ham bu rol o'ynaydi. Hali ham shu rol o'ynaydi. Men bilaman bu narsani. Shom bo'lgandan keyin o'sha gaplarda ham o'tirishib, mana adam qo'z qiladilar. Otani qattiq qo'lligi sizga mana shunisi yig'ib olishga sabab bo'lganda. Biz 4 ta qizmiz-u, 3 ta qiz erida, joyida-ku. Endi hozir qolgan 3 tani ham vnimaniyasi menga qaratilgan. Men har doim aytkim keladi, mana xiyonat ko'rgan ayolni ko'raman, bir xillari. Xiyonat ko'rgan bo'ladi, keyin ajrashgan bo'ladi-da, qanaqadir boshqacha yashashni boshlaydi, kalta kiyishni boshlaydi, mantini ochishni boshlaydi, avatarkalarga mamlaqa rasmlar qo'yishni boshlaydi, как будто eriga nazlo qilishni boshlaydi. Mana ko'r, sensiz ham mani anaqa qo'pol qilib aytganda, mani ham yaxshi ko'rayotgan, mani ham jilat qilayotgan odamlar bor. Qara, men boshqalarga kerakman, boshqa erkaklarga kerakman. Qara, men ham женственныйman aslida. Sen o'sha qizga ketib qolding, mamlaqaro qizga ketishadi ko'pincha. Aslida shu energiyani yo o'qishga, yo kerak joyga sarflasa bormi? Qanaqa ko'tariladi o'sha ayollar? Aytadi, mana qara, mamlaqaman, juda ko'p xato qilishni boshlaydi. Keyin u nimadir gapirib qo'ysa, u ham unga javoban, "Amma bunaqa juda xunuk harakatlar boshlanadi." O'zini qo'yib yuborish, qo'pol qilib aytganda, o'zini yengiltak ayoldek ko'rsatadi. Lekin u ayol aslida yengiltak emas. U o'ylayaptiki, men hozir o'zimni yengiltak qilib ko'rsatsam yoki meni atrofimda boshqa erkaklar bor deb ko'rsatsam, men yutaman. Yo'q, eng katta xatosi shu. Shunaqa darajada rashk keltirish uchun, lekinchi o'sha payt ishonib umuman miyasi ishlamaydi. Siz, men atrofdagilar gapirsa ham umuman tushunmaydi. Lekin men shunda oldiga borib bitta quchoqlab aytkim keladi. Bu yechim emas, aksincha, undanda yaxshi bo'l, unga nisbatan. Undanda aniq oldin qanaqa masalan zo'r itoatli zo'r ayol bo'lgan bo'lsa, undan-da zo'r ko'rsa. Tasavvur qilgan, Indir mana shunaqa paytda sandagi o'rtog'iga uchrasada, shunaqa paytda yomon o'rtog'iga yoki yomon erkakka uchrab qolsa, shunaqa paytda tasavvur qilgan ayollar qanaqa bo'lib ketadi. Oilalarda bo'lsa, bunaqa narsaga onani farzandga o'g'illarga bergan noto'g'ri tarbiyasi ham sabab bo'ladi. Masalan, doimiy nazorat, doimiy bosim, qattasan, nimasan, mamnaqa deb kontrol qiladigan, chegara qattiq chegaralangan bo'ladi bola. Kontrol qiladigan, onadan charchagan erkaklar odatda aynan shunaqa yengil, oson munosabatlarni xohlaydi. Xotin bilan unaqa munosabat yo'q-ku, xotin bilan javobgarlik munosabat, mas'uliyat, er bo'ladi, ro'zg'origa qaraydi, boshqa shunaqa yengil munosabatlarni tatigisi keladi. Ayrim
holatlarda mana yana bor umuman o'smirlik sevishish davrini berilmaydi bolagada qilma faqat o'qigan bo'ladi gaplashmaysan yurmaysan hatto o'g'il bolani hamda bu davr sevishish gaplashish kimnidir ko'nglini olish uchun harakatlar psixologikda narsa borda inson yashab o'tmagan davrini yo'qotib qo'ymaydi olib qo'yib bir kun yashaydi necha vaqtda iloyim bo'lgani o'shani yaxshi jufti bilan yashasin lekin afsuski bizada mana o'zini ayoli bilan yoki o'zini eri bilan shunaqa davr surishi mumkin degan tushuncha yo'qku ustavovka yo'qku uylanding bo'ldi yelkangga olahurjun tushdi bir narsalar deyilgani uchun shu davrni xotinim bilan suraman deb o'ylanmaydida odatda albatta yengil bunaqa munosabatlarni yigitchadek sevishlarni 30-35 yoshdan keyin tatishga 40 kerak bo'lsa 40-50 dan keyin tatishga harakat qilish mumkin endi keyingi fazasida agar ayol haqiqatda bezdirib yuborsa ya'ni boya aytgan onani xatolarini takrorlaydigan xotinlar ham bo'lamiz ayollar kattasiz nima qilyapsiz palon pulingiz pulni tashlayveradigan bo'lsangiz bunaqa og'ir munosabatdan erkaklar charchaydi o'zi erkaklar muammoni har doim yechuvchi hisoblanadi muammo ho'p nima siz emotsiyalar bir narsangiz emas nima bo'ldi muammo короче nima qilib yechamizga o'tadida yecholmasa qochadi ya'ni erkak yecholmasa muammoni ketishni tanlaydi biza yecholmasak ham o'sha yerda ming'illab turamiz qolamiz erkak ketadi o'shaning uchun agar xotini bilan munosabatlarni yecholmasa yaxshisi ketadi boshqa ayolga bir xilgi paytda bir xilgi qaytadi qaytishi ham bor bir xilgi paytda haqiqatda o'sha ayoldan olinadigan munosabatlarni noz ishva ayollik yumshoqlik hech narsani jozibani ololmaydi qancha yaxshi gapirsam endi men bu yerda aytmayman masalan ayolgachi uni xohlab unga intilib boradigan nigoh bo'lmasa ayolligini yo'qotadi o'sha noz ishvani yo'qotishga asosiy sabab sizga shunaqa intilayotgan nigoh yo'qligida agar erkak kishi o'zi shunaqa qilmasdan ayolini qo'pollashgani go'zalligini yo'qotgani semirib ketganidan nolayotgan bo'lsa kechirasiz muammoni ikkiga bo'lish kerak aybdorlik lekin erkak shunaqa qilsa ham ayol kishida qattiqlik jahl nevrozlar stresslar qanaqadir xarakterlar rivojlanib ketgan bo'lsa unda balki shunaqa nazokatni qidirib ham qolish mumkin endi har qaysi holatda ham bir 10 dan oshiq sabab bor qaysi holat bo'lgan taqdirda ham aytish mumkinki erkaklar ham havasmas nohalol munosabatlarda qochib pisib bekitib uyalib odamlar nima deydi xotinim bilib qolsa degan trevogada yashash hech kimga havas emas endi psixopat bo'lsa normal bo'lishi mumkin musoqo erkakga havas emas o'shaning uchun aslida erkaklar ham bu narsani qilib yurib yayramaydi yog'ochda yayrab o'tirgan joyi yo'q shuning uchun bu narsaga to'yib olsa orqaga qaytadi ham ko'pincha erkaklar bu narsadan shunday orqaga qaytadi yoki muammoli ko'payib ketganda qaytadi kimlardir puli ko'payib ketganda boshqa bo'lganda pulim bo'lganda anavi zo'r qizni o'ragan bo'lardim man menga podarka bergan bo'lardim degan o'smirligi boru o'shani yashashga o'tib ketishadi pul ko'paysa boshqa bo'lsa ikkinchi xotin bir narsalar xullas sabab qanaqa bo'lgan taqdirda ham aybdorni qidirish emas o'sha vaziyatda yashab qolishga resurs nima bor qo'lidan nima keladi hozir nima qila oladi o'ziga yordam berishga shu haqida o'ylash kerak chunki u paytda ishoning o'zingizdan boshqa hech kim yordam bera olmaydida u paytida yo'qotish bu mana psixologiyada aytiladiki yo'qotishni yashab o'tish naqasi bor depressiyasi bor yaqiningiz o'ladimi tashlab ketadimi xiyonat qiladimi nima bo'lishidan qat'iy nazar psixika buni yo'qotish deb qabul qiladida 40 kundan 6 oygacha depressiya qabul qiladi shunda 40 kundan 6 oygacha yashab o'tish norma hisoblanadi o'shaning uchun aza 40 kun bo'ladida ya'ni odam o'sha alam nafrat yoqimsiz hislarda qovuriladi birinchi etap ayblaydi hammani ikkinchi etap aybdorlikka kiradi man xato qildim mana uchinchi etap bo'shashadi tashlab yuboradi to'rtinchi etap va yangi maqsadlarga o'tadi beshinchi etap yashab o'tadi hech kim yashamasdan Allohu akbar deb kitobni yopib ketolmaydi hamma yashab o'tadi bu kafolatlangan qayg'u qizlar agar shunaqa yo'qotishga uchrasanglar u albatta eringlar xiyonat bo'lishi shart emas zo'r gap bo'ladi mana yashab o'limi bo'lishi mumkin ota-onani o'limi bo'lishi mumkin kimi bo'lgan taqdirda ham qanaqa yo'qotish moddiy yo'qotishmi moralniy yo'qotishmi hayotingizda просто chiqib ketdi o'lgani yo'q lekin psixika o'ldi deb qabul qiladi siz tashlab ketgan odamni
shunaqami bu Og'ir yashab juda. o'tish kerak. Yashab o'tish payti просто muddat sog'lom berish kerak, o'ziga sog'lom joy yordam berish kerak. Mana o'kirib yig'lasangiz ham ko'z yosh to'xtagandan keyin holsizlanib, necha quvvat xolaysiz. O'sha yerda dushga kirish kerak. O'sha paytda uxlash kerak, o'sha paytda yaxshi narsa yeyish kerak. Bizada ayollarda mazoxizm bor-da. Suv ham O'sha ovqatdan o'tmay qoladi. Yo'q, yig'laydi, dotlaydi, keyin yana unimda to'xtaysiz. Hamma ham to'xtaydi. To'xtaydi, keyin uni ati ulaydi-da, nazokat opa. O'sha periodda хотя бы meni hech kim ko'rib turgani yo'q. Men hozir o'zim yordam beray, bitta napitka olib iching, uxlab oling, bitta yaxshi ovqat yeb oling deyish kerak-da. O'zini battar qiynaysiz Yo'q, keladi. bizada mazoxizmda u o'zini o'zi ezish mazoxizm. Ezish orqali hammani o'ziga qaratish, yana ham isteriyani chiqarishga kurash boshlanadi. Shunaqa qilib odam o'zini o'zi qiynab, yo'qotish depressiyasini cho'zayotganini o'zi bilmaydi. Shuning uchun tushuning, birinchisi qayg'u kafolatlangan. Ikkinchisi, o'sha yerda sizga o'zingizdan boshqa hech kim yordam bermaydi. Uchinchisi, siz diqqatingizni boshqa narsaga olmas ekansiz, bu narsa tugamaydi. Mana aytdilar boya, kasbga olish mumkin, hunarga olish mumkin, ilmga olish mumkin, yaxshilarning suhbatiga, networkingga olish mumkin. Harakat qilish kerak baribir. Ham o'sadi, ham chalg'iydi. Ham o'sadi. Keyin bitta lekarstvo для себя. To'g'ri, bitta va'da bor, siz albatta uchrashasiz. Siz albatta qachondir ko'rishasiz. Faqat o'sha ko'rishganda ishoning, sizni natijalaringiz hech ham past bo'lishi kerak emas. Agar mana shu qayg'uda qolishni tanlasangiz, qayta ko'rishganda yaxshi ham tashlab ketgan ekanman deng. Zo'r gap bo'ldi. Agar siz o'sha payti siqilar ekanman, siqil bo'ldim. Endi qolgan joyda dam olaman. Endi qolgan joyda ilm olaman. Bo'ldi, mana yig'lab bo'ldim, bitta kuyib bo'ldim. Endi yugurib chiqib antga borib kelaman. Desa, qilsa bir kun kelib ko'rishganda odam bundoq qarab, xato qilgan ekanman deydi. Sizga aslida shu gap kerak-da. Shu odam sizni tashlab ketgani, sizga xiyonat qilgani, sizga boshqa qilgan achinishni xohlaysiz-ku. Shu narsa kerak-da o'zi. Lekin sizni yoningizda boshqa erkaklar paydo bo'lishi va siz kalta kiyishni boshlashingiz bu o'sish emas. Yo'q, bu orqaga Erkak hayotda buni ko'rib, "Va, o'sibdi" demaydi. O'shani tushunolinglar, iltimos. Demaydi. Undan ko'ra oldin qanaqadir ovqat qilgan bo'lsangiz, undan da 3 barobar ko'proq ovqat qilinglar. Oldin qanaqadir o'sha sharoitini ovqat yeyiladi men faqat. qilinglar. Chiroyli yasatgan bo'lsangiz, undan da ko'p qilinglar. Bolalaringizga e'tibor bergan bo'lsangiz, 10 barobar ko'proq. Indira, lekin bitta narsada ketadigan erkak qanchalik o'zingizga qaramay, qanchalik ideal bo'lmay, aytayotganingizdek ovqatni yaxshilang, ko'rinishingizni yaxshilang, ketadigan erkak ketadi. O't hayotinglar birga emas ekan, ketadi. No bu degani qo'l tashab qo'yinglar emas, harakat qilinglar, qilib ko'ringlar. Harakat qilib ko'rish kerak. Oilasini, yo'q, yig'lab emas, oilasini saqlab qolish uchun harakat qilish kerak. Lekinchi nazokat opa, mana shu yerda aytish kerak, men oxirgi paytda mana shu xiyonat mavzusida mijoz qabul qilayotgan bo'lsam, biz umuman akademiya qabul qilayotgan bo'lsak, psixologlar qabul qilayotgan 100 ta mijozimizdan 90 tasi ketmayapti ham, ketqizmayapti ham. Erini. Yo'q, erlar xotin. Shunaqa. Bu zo'r. Ketmayapti ham, ketqizmayapti. Zo'r bu rivojlanish. Ya'ni bu balki qanaqadir hissiyot beradi ularga xiyonat qilgandan keyin ketaman desa, xotinim o'zgardi. Endi u injiq. Yo'q, ketmaysan. Yo'q, o'zi ayollarimiz chiroyli bo'lishi, o'ziga qarashi, o'zini ustida ishlashi boshlagan-ku. O'zi erkak kishiga ayolini yo'qotish katta bir natijasini yo'qotib qo'yishdi. Agar u normal o'zini ushlagan ayol bo'lsa, keyin o'zi istamayapti. Ular nabarot qolishi, hech qayerga ketmaysan, palon pokon, men o'zgaraman, bir narsalar deb turishyapti-da. Bu ajoyib. Ana 18 yoshlar bolam sevgisiga o'xshaydi. Har holda bu progress. Oldinga o'xshab indamiydan yelkaga kostyumni olib chiqib ketib, domdaraysiz, chiqatda yo'q, ezilgan, yig'lagan, qidirgan xotin 3 oy stressda qidirib topsa, bitta kelib men boshqasida qo'ynim deb chiqib ketadigan darajadagi anaqa kamaygan. Anonga o'xshab, o'yladim-da, hazil o'yladim. Er-xotin urushib qolgandan keyin bo'ldi, hali ozaman, keyin ko'rasizman. Ertaga 3 oydan keyin ko'rishyapti, battar semirib ketgan. Depressiyada hech o'zini ustida ishlamagan, ishlamagan. Qaysi mavzularni o'zi turmush o'rtoq, ayol turmush o'rtoq eri bilan muhokama qilish kerak emas? Erkak o'zini qiynalayotgan, azoblanayotgan, emotsional, jismoniy qiyinchiliklarni gaplashish kerak emas. Chunki bu bilan ayol rahmini keltirish paydo bo'ladi. Ayol kishi eriga rahmi kelish bilan onaga aylanib oladi. Eri tejashi, ehtiyot qilishi, pul so'ramaslikni, boshqa qilishni boshlaydi. Bu tabiiyki erkakning kastratsiyasiga ishlaydi. Ya'ni erkakni erkakligi
sinishi pasayishni boshlaydi. Agar u qiynalib pul topolman, boshqa bo'lyapti deb ko'p mana bunaqa qilib gapiradigan bo'lsa, ayol moliyaviy himoyani yo'qotadi. Demak, er qiynalib pul topyapti, erda pul zaxira yo'q, ertaga muammolarni hal qila olmaydi. Agar ayol moliyaviy zaxirani yo'qotsa, o'zi moliyaviy qidiruvchiga aylanadi. Lekin agar ayol moliyaviy qidiruvchiligiga tushib qolsa, u kerak bo'lsa erini moliyaviy himoya qiladigan odamga aylanib ketadi. Va alfons yaratadi. Va erkakka ehtiyoj sezmay qoladi. Ayol kishi qaysi mavzuni aytish kerak emas? Ayol kishi ayojonim zo'r gaplari bu va men buni qoida qilib aytaman o'quvchilarimizga ham. Hech qachon boshqa o'rtoqlaringlar ayollarni hayot haqida kelib gapirish kerak emas. Даже sininglar bo'lsa ham. Ular yaxshi yashayapti. Yo'q. Erkakka bechora o'rtog'im eri uribdi. Davay ovasa unda. Erkakkachi ayol variantini xuddi model ko'rsatayotgandek ko'rsatish kerak emas. Erkakga ayollarni tanitirish kerak emas. Rahmini keltiribmi, zo'r debmi, umuman kerak yo'q. Menimcha shunaqa narsalar gapirmagan ma'qul. Keyin albatta taqqoslanuvchi gaplarni gapirish umuman mumkin emas. Falonchini eri. Taqqoslanish hissi beradigan har qaysi narsa erkakni o'ziga bo'lgan ishonchini tushirib tashlaydi. Shunaqa shu voqeaga o'xshash nima bo'ldi? Mashinamiz konditsioneri yozda yaxshi sovutmadi-da. Keyin men bir 2 marta qarindoshimiz mashinasini aytib ko'rdim. Bo'lmasa rusumi bir xil. Men o'zimcha shuni o'zgartirsinlar, ustoga olib borsinlar degan maqsadda aytdim-da. Keyin bir kuni erim portladilar. Sen hali uni mashinasini maqtaysan, buni mashinasini maqtaysan. Men aytdim, "Yo'q, men faqat konditsionerni aytaman, bir xil mashina." Ba'zi o'sha erkak kishiga ta'sir qilayotganda, keyin aytmaydigan bo'ldim. Kimdir maqtasangiz, gapirsangiz, mana bitta xato qilganman. Siz mana bunaqa haydaysiz, men bu odam bunaqa haydaydi, ketdi, tamom bo'ldi. Keyin har o'tirganlarda, "Men неспокойно haydayman" deb boshlaydi. Shuncha. Agarda siz o'zingizni brendingizga, ayollar auditoriyasiga yana yaqinroq qilmoqchi bo'lsangiz va tanitmoqchi bo'lsangiz, albatta reklama masalasi bo'yicha quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Ayoldagi qaysi xislat oilani mustahkam qiladi? Sabrdan tashqarida, o'zi sabr ham bilmayman kerakmi har doim. Endi kerak joyida kerak sabr, kerak emas joyida haddan ziyod endi mana shunaqa izdevательство bo'lsa, To'g'risi. sabr qilib o'tirmaydi. Farosat, menimcha farosatli bo'lsa, oila mustahkam bo'ladi. Endi bu yerda ko'p narsa tejamkor, hamma narsani joy-joyida saramjon ushlaydigan, bolalarni tarbiyasidan tortib, erini kiyim-kechagidan tortib, u rosa mas'uliyat katta-ku ayolda. Ma'lumman, ayol kishi tirik bo'lsa, oila mustahkamligi saqlanadi. Qaysi ma'noda tirik? Yo, psixologiyada tirik deganda emotsional bor odam aytiladi. Biz charchoqdan, muammolardan emotsional o'lib qolamiz. So'nmagan. Yo'q. Gezargan, kesatgan, g'iltim bashara yoki faqat negativ emotsiyalar ishlatadigan odam. Tiriklik, hazil, huzul, kayfiyat, hayrat, xursandchilik, xafalik, norozilik aras, mana shu tiriklik belgisida. Ayol tirik bo'lsa, bolalar ham tiriklikni his qiladi. Er ham tiriklikni his qiladi. Uyda tirik energiya bo'ladi-da. Menimcha o'shaning shu tiriklikni yo'qotib qo'yish kerak emas. Hayotning zahmati, charchog'i, qiyinchiliklar, pulsizliklar, muammolar ayolni emotsional o'ldirmasligi kerak. Hozirgi kunda bilasizmi, ko'pchilik endi turmush qurgan kelinlar sirasi tiriklikni yo'qotgan ekan. O'zi tirikligi yo'qlar ko'proq hozir turmushga chiqquncha ham ko'paygan. Hayrat, zavq, hissiyotlar kam ishlaydi. To'g'ri ekan. Erkak kishiga mafhum bildirmoqchisiz? Yo'q. Ayol kishini yosh farzandidan ma'no qiladi-da. Yosh farzand bo'ldi. Misol uchun o'zim kechga borib o'chib qolaman. To'g'ri ekan, to'g'ri. Juda katta energiya bolaga ketadi. Chunki mana islomda ham hattoki bunga imkoniyat qoldirilganda, masalan, o'sha homilador ayol va yosh bolali emizikli ayollarni hattoki ular istasalargina jinsiy yaqinlik qiling, bo'lmasa yo'q deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni din har doim ayollarga masjidga anaqalarni qoldirib ketgan. Bu degani biz ham o'zimizga shunaqa paytda sog'lom vaqt berib, o'zimizdan bir narsalar talab qilmasligimiz kerak. Uyim toza bo'lishi kerak, men emotsional tirik bo'lishim kerak degan shart yo'q. U paytda siz bolaga yarab tursangiz, o'zingizga yarab tursangiz klassni.
undan boshqa paytlarda qaytib olish kerak edi baribir odam. u payt Endi qoyillar ahamiyat bermay tutgan odam qolganlarga. sifatida gapirmayapman man ham hamma narsani o'ldirib yuborib, o'zimga ham hayotim yoqmay ketib, keyin o'zim ustimda ishlab to'g'rilab olganman. Prosta o'sha tajribadan kelib chiqib ketayotganim, biz ham shuni xato qilganmiz, ko'pchilik shuni xato qiladi. Onalarimizda bo'lgan bu. Maftun, sizni sezganmisiz, что rashk siz yoqadi yoki вообще yoqtirmaydilarmi? o'rni kelganda uni hadeb rashk qilmayman. To'g'risi ayting, bir marta eshitmasalar kerak, ko'rmasalar ham kerak. Bir marta bo'lsa ham nomiga rashk qilganmisiz? Ko'ngil uchun. Yo'q, ko'p rashk qilaman. Ko'ngil uchun. Ko'ngil uchun deysiz. Mana bu yerda turib bizni siqilib ketardik. Narigi Maftunul men xotini qanaqa chidayotgan ekan, nimaga indamas ekan. Bularda bo'lmagan deysizmi? Конечно, bo'ladi. Aktyor odam, mediadagi odam. Yo'q, lekin aktris partnyorlar nisbatan bo'lmagan. Yo, endi bizadagi bo'ladi shunaqa bo'lmoqchimi? Kommentariyaga bo'lishi mumkin. Ular bilan salom aligimiz bo'lgan. Lekin misol uchun boshqa qizlardan endi kerak-ku Instagramga borib jahlingiz chiqadi. Ha, boshqasi bo'lsa to'g'ri. Faqat xo'jayinim yonlarida erkinmanda qanaydir. Boshqa odamlar yonida sal tortib Yopilasiz. Sal emas, Maftun. Sal. Ancha o'rgatdim. Indira ko'rsatuvga chaqirib, nima qilib. Yo, xudoga shukr, yaxshi. Yo, mayli, bolangiz hali kichkina, muhammadalik katta bo'lishi bilan biz er mavzusida ayolligini eslab. Men maslahat bermoqchiman. O'sha xiyonatga uchragan ayollar o'zini sog'lig'ini o'zi ketkizib, bolalariga vnimaniyani kamaytirib, itini yeb, ertaga antidepressantlarga, uxlatuvchi dorilarga o'tirib qolishmasin-da. Aslo, ayniqsa O'sha uxlatuvchi. energiyaligisini o'qishga sarflashsan, men aytmayapman, именно mana yo'q, men eta olmayman mani kursimga. Eta olmayman. Mana Chunki bir boshida oylik- kursingiz haqida ham aytib bering. Men har doim batafsil hech qachon aytmagan ekanmiz-da. Mani bir oylik o'quv kursim bor. Bolalar Chalg'ishga zo'r narsa, o'shancha so'radim. faqat chalg'ishga emas-da. Endi chalg'ish maqsadni to'g'ri qo'yish kerak. Chalg'ish uchun o'qiyman deb kelsa bo'ldi, chalg'iydi birpas, keyin qolib ketadi bu. Men shu bilimni olaman, bu yerda ham chalg'iyman, ham Rivojlanaman. juda zo'r nomer 1 bo'laman bu sohani. Men odamlarga shifo beraman. Buni orqasidan juda katta daromad qilaman. Mana shu ustozimdagi markazni ochaman deb kelgan ayollarim ko'p-da. Nimaga desiz, mana viloyatlardan ko'p ayol keladi. Soat 10 dan 1 gacha darsim tugagandan keyin anita babi 5 tasi turadi-da. Nimanidir aytgisi kelib menga. O'shalarni 5 ta 6 tasi xiyonatga uchragan, hozir eri yoki tashab ketgan ayollar bo'ladi. Motivatsiya, не только motivatsiya, to'g'ri yo'nalish. Sen hozir chalg'ima. Bir gap bo'lar. Hozirgi bir oyingni, miyingni faqat shu o'qishga sarfla. O'qib, men o'rgatyapman-da, sen ko'zing mendada, lekin xayoling eringda bo'lmasin. Sen o'rgan, chunki mendan tashqari bizda ortoped vrach dars beradi. Pediatr vrach dars beradi. Ular tushunasizmi? Har bitta fanni o'zini mutaxassisi dars beradi. Shifokorlar kelib ham dars o'tadi. Shifokorlar kelib dars beradi. Bizda juda cho'tki o'quv kursi anaqasi tuzilgan, plani tuzilgan. Qachon qaysi mutaxassis erta ayollar massaji, banочный olovli massaji. Ya'ni kattalar massaji ham bor. Ayollar massaji ham bor. Tez yordam, birinchi tez yordam hijomi qo'yish, zulu qo'yish, igloterapiya ham bor. Kimnidir yaqinida reski davleniyasi oshib qo'ydi, bittada ninani qo'yib qo'yib davleniyani tushirib yoki tez bonkasini olib hijoma qilib, o'sha miyaga qon quyilib qolmasin, insult darajasigacha bormaslik uchun o'rgatiladigan mutaxassis gerodoterapevtlarimiz bor. Imkoniyati cheklangan, ya'ni nogiron bolalar bilan to'liq o'rgatadigan kurslar kam, yo'q desam ham bo'ladi. Keyin qo'g'irchoqni olib imkoniyati cheklangan bolani mana bunaqa qilasizlar demaymiz. Biz patsientlarimizni chaqirtirib, o'quvchilarga ko'rsatib, bittasini emas, bir necha xil nogiron bo'ladi ko'rsatib o'rgatiladi va praktikaga chiqqanda klinikalarga bo'linadi ular. 3 kunda rotatsiya bo'ladi. Chunki bitta klinikada bor patsient krivashaya, vывих deylik, nogiron bola deylik, bu rosmani o'qiydi. Va biz bir oy deganimiz bilan men oxirgi kuni diplom beradigan kuni imtihon qilaman. Imtihondan o'tmaganga senga ruxsat, yur yana 10 kun praktikada. Spetsialni mana men bu masterimga yonlayman, o'rgat buni qo'li to'kelguncha imkoniyat yaratib beramiz. Individual kurslar bor. Men bilan birga qabullarga boradi. Demoqchi bo'lganim, juda zo'r o'ylab ishlab chiqarilgan bittalab doktorlar bilan tuzilgan kurs bu.
Logo massajdan tortib, tushunyapsizmi? Logo massaji ham, bu logo massajiz ham bitta отдельный temada. Harakat qilgansiz, ya'ni mukammal mutaxassis Mukammal bo'lishiga. mutaxassis bo'lib chiqishi uchun. Mana shunaqa narsalarga qiziqinglar. Ishga faqat o'qitganlar bitta orasida narsada, olasiz, o'zingiz o'qitganlar. Manda o'qimagan odamni hech qaysini ishga olmayman. Manda o'qigan odam bo'lsa ham oldin испытательный срокda menga natija chiqarib beradi. Oldin qanaqa edi bola, keyin qanaqa o'zgarish bo'ldi bolada. Shuni chiqarib beradi, keyin men ishga olaman. Bormi shunaqa kelinlar, masalan, kelgansiga o'qigan ixlos mahallasida bemalol ishlaydi. Voy, joy ochgan qancha shogirdlarim, o'zi ustoz darajasiga chiqqan shogirdlarim bor mana. Mani ustoz kelishadi, men sizni anaqangizda o'qiganman deb, sizni shogirdingiz mani ustozim deb kelishadi. Keyin sizga havas qilib ham shunchaki shu yo'nalishga borganlar ham ko'p ekan. Endi bu yo'nalishchi Indira bitta pul tikasizda, bilimingizni mustahkamlab o'qib olasizda, yaxshilab o'rganib olasiz. Keyin srazu joy ochishga men shoshmanglar deyman. Oldin qo'linglarni nabovat qilib, bu sohaga kirib, men o'zim joy ochishimga 20 yil vaqt ketdi. Lekin erinchoqlar eplolmaydi bo'laman. Yo'q, erinchoqli, birovni farzandini sog'lig'i uchun joningizni tikmasangiz, buni eplolmaysiz. Plus tomoni erkak aralashmagan, ayollar va bolalar bo'lgan ishda bu. Plus massajga borsangiz, xotirjam. Конечно, nimadir sotib olib, tikib turib, keyin u pulni chiqaradigan emas-da. Уже qo'lingiz, mehnatingiz, kuchingiz va nima deydi, ixlos qilib, Allohdan so'rab, shunga shifo berayman deb turib ishlashingiz kerak. Mana bu o'sishda o'zini antikib minusga tiqqandan ko'ra yoki siqilib o'tirgandan ko'ra, nazlo, eriga nisbatan nazlo nima qilgandan ko'ra lучше rivojlanish kerak deb o'ylayman. Men doim o'ylardim, xiyonatda ayol kishi ko'proq aybdor deb o'ylardimda. Bugundan boshlab fikrim o'zgardi. Zo'r. Har xil taraflama ekan. Shuni bilib oldim. Zo'r. Vaholanki biz bilyapmizki, har doim ham ayb bizada emas. Umuman o'zini ayblash bu qanaqadir yaxshi hayot emas deb o'ylayman. O'zini ayblab yashash. Rahmat va xulosa sizdan. Xiyonat mavzusida gaplashganda o'zi to'g'risi har doim bizdan yechim qidirishadi, bizga kelishadi, yechim ber, nima qiling. Xuddi o'sha bitta konsultatsiyada yoki o'sha kursda ularni eri qaytib kelib kechirman, xato qilgan ekanman, men seni sevar ekanman deyishini xohlashadi, lekin aslida bunaqa vaziyatdagi haqiqiy natija bu emas. Lekin 90% ketma deydi. Buni xohlashadi-da, lekin shunaqa bo'lyapti-ku, lekin 90% erlar qaytib. Haqiqiy natija men o'ylayman, bu yo'qotishlarda inson o'zini qanchalik ushlab qola olishi. O'sha paytda rakursni o'ziga qaratish, nima bo'lgan taqdirda ham sog'lom o'zini olib qolish bu haqiqiy natijada. Chunki agar u haqiqatdan ham muammoli inson bo'lsa, uni qolgani bir simli foyda, ketgani 10 simli foydada. O'zi aslida men bu bilan keta qolsin ham demoqchi emasman, lekin bitta xiyonatni orqasida turmushni, oilani yo'qotib qo'yish kerak ham demoqchi emasman. Chunki boya aytgan gapim, erkaklar ham o'ynab yurib, shataloq otib, sog'lom erkaklar shataloq otib yurib xiyonat qilmaydi va undan maza ham qilib yurgan bo'lmaydi-da, xursand bo'lib yurayotgan bo'lmaydi. Shuning uchun ular ham tushunib yetishi, orqaga qaytishi, bu siz butun umr uni o'sha narsani eslab siqilib yashashingiz kerak degani ham emas ekanda. Ayrim vaqtlarda, mana shu narsani boy aytmadik, aytib ketdik. Xiyonat qilib qaytdimi erkak? Mana o'z savolimizni boshida shu edi. Tasavvur qiling, 18 yashar, soch to'pig'iga tushadigan, hamma narsasi joy-joyida bo'lgan qiz qanaqa qiyin erishilsa qayta, o'shanaqa tuting o'zingiz. Tushunyapsiz? Lekin jahl bilan emas. Emas. Jahl bilan emas. O'sha qiz bar yo'qol demaydi. Sizga orqasidan gap otib borsangiz, sovchi bo'lib borsangiz, prosta jim yuradi. Unga erishguncha sovg'a beriladi, hadya beriladi, sovchi jo'natiladi, qayta boriladi, o'ziniki qilib olinadi. Mana erkaklar mana shu narsadan zavqlanadi. Erkakni anaqasi missiyasi erishish. Siz qayta o'sha insonga aylaningda. Bo'ldi. U inson siz uchun zahmat cheksin, yo'qotishdan qo'rqadi, baribir siz uchun harakat qilsin, bir qirda, bir sirda turing hech bo'lmasam. Oson topshirmang o'zi, qadri qimmat yo'q, o'zi kelar yor, o'zi ketar yor ham bo'lishi kerak emas. Lekin og'ir bo'lmaydi. Jahl qilib, boshqa qilib uni jazolashga ham kirishmang, chunki jazolaydigan soch to'pig'ini o'padigan qiz hech qaysi bolaga kerak emas-da. Zo'r gap. O'zingizni shunaqa yaxshi xotirjam tuting va diqqatingizni ko'proq o'zingizga qarating, iloji boricha mutaxassisga murojaat qiling, kuchingiz yetmasa. Men qo'limdan kelmayapti. Qo'lingizdan kelmasa, shuni qo'lingizdan kelishiga yordamlashadigan fitfilonta mutaxassis bor.
qiling shuni harakatini, toki bu hayot sizga bunaqa qimmatga tushmasin ertaga. Sizga qayta erishsin, qiymatingiz bo'ladi. Xato qilganini tushunadi o'sha inson. Va yoningizda qayta qolishga hammaga ham imkon berish kerak. Hamma ham o'ynab yurib qilmayotgandir. Umumlashtirmaylik qizlar. Hammani eri o'ynab yurib xiyonat qilmayapti. Hammani eri ham xato qilib qo'yib afsus chekmayapti. Xilma-xili bor-da, u sizniki. Sizni holatingiz qanaqa, endi uni mutaxassis biladi, o'zingiz bilasiz, kuzatishni bilsangiz. Tushunish kerak. Chiqarishga shoshilmanglar. U bloger hayotiga qarab, bu bloger, bu psixolog hayotiga qarab, Bitta konsultatsiyaga qarab. copy paste ko'rmanglar. Hech kim bir-birini takrorlay olmaydi. Hammani hayoti har xil. O'shaning uchun baribir o'zingizga individual yondashinglar. To'g'ri. Men yana bitta fikr bildirsam mayli? Albatta. Men sizga intervyu berganman-ku, shunda aytganman-da, 6 yil uyda o'tirganman, ikkita farzand ketma-ket dekretda. Shunda uyda kichkina ishlarini, xo'jalik ishlarini, bozorlik, bog'chaga olib borish, shuni aytganman-da, mas'uliyat o'zimga olganman. Xo'jayim shu san'at sohasida ishlasinlar, xalaqit qilmay deb, umuman hamma ishni o'zim yelkamga olganman-da. Shunaqa deganimda ayrim insonlar noto'g'ri tushunishganda, balki men fikrimni to'liq yetkazib bera olmagandirman. Va shu ham ishmi, og'ir ishmi? Mana biz ham bozorlik qilamiz, bog'chaga olib boramiz, olib kelamiz. Unaqa ma'noda emas. Men o'sha 6 yilda o'shanaqa yashashim kerak bo'lgan. Afsuslanmayman bu narsadan. Endi uylash darajam o'shanaqa darajada bo'lganman-da. To'g'ri ham qilgansiz. Mana hozir 2 yil yashayapmiz. Bog'chaga o'zlari olib boradilar, o'zlari bozorlik qiladilar. Lekin nima deydi? Oiladagi muhitimiz o'zgarmaganda, o'sha bir xil. Lekin yashash tarzimiz agar o'zgargan. o'sha 6 yil siz turib bermaganingizda, balki turib bermaganingizda yoshligiga nisbatan erishgan hozirgi uy, joy natijalaringiz bunaqa bo'lmasdi. Chunki kimdir faqat rakursini ishlab, moddiy o'zini tiklashga qaratadigan davrda ayol turib berish kerak. Faqat butun umr shunaqa bo'lib qolmasangiz bo'ldi. Hamma ham turib bergan, turib berish kerak. Siz to'g'ri qilgansiz, noto'g'ri emas. Aytmoqchi bo'lganim, ayrim insonlar noto'g'ri tushunishganda, shunaqa kommentariyada o'qib qoldim. Shunchaki aytib Men bergan. boshqa ma'noda aytganman-da. Albatta, aytolmani xulosalar to'g'ri bo'lsa, hammasi yaxshi bo'ladi va to'g'ri xulosalar bilan kommentariy yozinglar, biz ham xursand bo'lamiz. Hammaga katta rahmat. To'g'risi o'zim suhbatdan mazza qildim. Sizlar ham o'ylayman mazza qildinglar. Qanaqadir bilmadim. Men uchun har doim suhbatlashish, ayniqsa sizlar bilan birgalikda baxt va xursand bo'laman. O'rtoqlar, biz nonushta uyushtiryapmiz. Nazikat 79 o'zlari ham agar ularning profilini kuzatadigan bo'lsangiz, o'zlari ham yaqinda plus 40 nonushta 45 plus nonushta qildilar va juda ko'plab ayollar keldi, shaxsan o'zlari bilan ko'rishdi. Muxlisar Nazarova ham o'zlari alohida nonushtalar ko'p uyushtiradilar. Agar ularning profillarini ham kuzatadigan bo'lsangiz, shaxsan men o'zim ham bitta o'zim emas, ko'pincha mutaxassis bilan birgalikda nonushta uyushtiraman. Xudo xolasa shu nonushtalarning e'lonlari bo'ladi. Albatta xohlaganiga tashrif buyuring. Biz bilan jonli ko'rishing. 30+ va biz bilan jonli ko'rishing.